Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bizlarni doimiy kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari. Bugun mana yana bitta yangi ko'rinishdagi 2026-yilgi universal Akula, ya'ni lentalik drabelkamiz yetib keldi. Mana parametrlarni bitta ko'rsatib o'ramiz. Chiqqan chislolari bilan 2026-yil 6-oy zavoddan chiqqan 38 Akula modelimizda universal hisoblanadi. Bu mana bu tepasidan bemalol don solib, donni ham bemalol un shakliga, ya'ni yorma shakliga olib kelish mumkin. Bu siklondan tashlab beradi. Keyin bemalol bu tomondan mana lentasidan solib, ho'l quruq xashaklarni o'tkazib, u tomondan chiqarish mumkin. Bularni hozir sizlarga qisqacha obzor qilib o'tamiz. Mana ishini bitta ko'rsatib o'taylik. Mana pichoqlarimiz o'sha kuydirilgan kalyonli pichoqlarimizdan Bau brendida yozilgan turibdi, ko'rishingiz mumkin. Pichoqlarimiz joylashishi mana 6 ta chopadigan pichoqlarimiz bilan joylashgan. Mana sxema mana qiyshiq holatda va bu tomondan tortadigan lentadan kirib kelganda uzatib beradigan aylana mana vallarimiz joylashgan. Va bu joyga keladigan bo'lsak, bu joyda mana donimizni maydalab beradigan, ichida o'zi bilan turgan sitkasi joylashgan. Bu joyda asosan donlar maydalanadigan korpus hisoblanadi, tegirmon qismi hisoblanadi bu. Bu tegirmon qismidan mana bu siklon tortib olib, bu tomondan tashlab beradi. Bu xashaklarimizni ham xuddi shunaqa mana shu pichoqlarimiz narigi tomonga chiqazib berishga yordam beradi. Bu yoqqa chiqazib berishda bu sitkalar olib tashlanadi. O'shanda xashagimizni bu yoqqa chiqazib beradi. Ikkita lenta bilan, remen bilan harakatlanadi. Bularni mana motorlariga keladigan bo'lsak, 100% mis motor, mana ko'ryapsizlar. 100% mis motor, juda kuchli motor bilan jihozlangan. Bitta mana ko'rsatib o'tinglar. Keyin mana bu narsa nima deb hisoblaydigan bo'lsanglar, bular donni maydalashda ichkari qismiga joylashtirib qo'yiladi. Kerak bo'ladi, o'sha xashak chiqazishda kerak bo'ladi to'g'rirog'i. Bu donniki mana ikkita yorma sitkasi ham bor qo'shimcha, mana. Bu xashak o'tkazishda ichkariga qo'yiladigan hisoblanadi bu. Keyin bularni har birining ichidan o'zimizning brendimiz tushirilgan mana shunaqa futbolkalar ham chiqadi. Upakovkaning ichidan bemalol buni kiyib foydalanishingiz mumkin. Keyin mana bunaqa avtomatlar, mana avtomatlari o'zlariga mana shunaqa qo'yilgan holatda keladi, o'chirib yoqadigan. Bu tomonni yana darcha kabelingizga ulab ishlatishingiz mumkin. Bularning ishlash jarayonlarini hozir videomiz davomida qo'yib boramiz. Kuzatib borsanglar bulardan don o'tkazib, xashak o'tkazib, sizlarga ishlash jarayonlarini ham qo'yib boramiz va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana donimiz taxlab oldik, taxminan 10 kilo don. Hozir shunda o'tkazamiz. Minuti ham ko'rinadi-ku baribir. Bitta qancha 1 minutda mana shu 10 kilo donni qancha vaqtda o'tkazishni bitta ko'rsatib beramiz. Bismillah, boshladik.
Endi donimizni mana bitta mana shunga to'kamiz. Bismillah. Bitta makkajo'xonimiz manaki. Mana minutga jonli efirda olindi, mana minutga solib ko'raverasizlar. Mana 10 kilo donimizni mana ko'rishingiz mumkin mana. Sepib bersa bo'ladi bemalol. Mana qilsa mana presam bo'lyapti ozgina. Bu hozir setkasi eng mayinidan sal yirikroq setka turibdi bunda. Agar bundan ham mayin chiqarsa bo'ladi qo'yib. Mana shuni o'zini ham bemalol sepib bersangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Donimizni o'tkazib ko'rsatib berdik. Endi bu yerga o'zingiz bitta moslama qilib yashiqqa olinadi. Bizlar hozir to'g'ridan-to'g'ri bunga qopga solishga harakat qildik. Buni ishlatadigan odam o'ziga moslama qilib oladi. Endi xudo xolasa bu tomonidan ho'l xashaklarimiz, quruq xashaklarimiz bor. Hozir bitta o'tkazib buni bitta ko'rsatib beramiz sizlarga. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hali buni narxlarini ham aytib o'tamiz. Endi albatta bu sitka almashtirish jarayonini aniq kuzatib boringlar. Bitta meniki almashtirib mastirimiz ko'rsatib beradi hozir buni. Bu yerda temircha olinadi. Bu xashakning yo'li ochilyapti. Endi sitkasi olinadi. Buni to'liqroq tushunib ko'rib olmasanglar bo'lmaydi buni. Sababi ahamiyatga ega, noto'g'ri qo'yib qo'ymaslik kerak buni. Endi bu donni sitkasi olib tashlanadi. Mana sitkamizni oldik. Degan joy bu tomondan qo'yiladi. Mana kelinglar. Mana bu ikkita bolt yechiladi. Hozir yechamiz. Ikkita bolt mana shunga qotiriladi. Mana bu kiradi. Hozir ko'rsatib boramiz. Hozir kuzatib boringlar. Buni xotiramiz. Chunki sababi mana bu ulitka tomon yopilishi kerak bu yoq. Ulitkadan don haydalayapti-ku. Bu yopib qoladi o'shani yo'lini. Hozir yechib sizlarga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana buni bunday qo'yasiz. Mana o'zi mana teshik joyiga to'g'ri keladi mana ikkita bolt qo'yiladi. Mana bu tomoniga ham bolt qo'yiladi. Mana joyi bor o'zi, mana to'g'ri keldi, mana yopiladi, tamom. Qotiriladi. 13imiz qan 13 kiloch buniki. 13 kiloch bilan qotiriladi bu. Endi bitta ko'rsataylik endi mana. Yopdi pastni, mana ulitkani yopdi. Endi xashak chiqadi. Endi xashak o'tkazamiz. Xul poya va quruq poyamiz bor. Hozir sizlarga o'tkazib, chiroyli qilib ko'rsatib beraman, keyin narxlari bilan tanishtirib o'taman. Endi mana bu narsasini qo'shib olishimiz kerak. Bu mana shu o'rtada turganda don ishlatiladi. Boya sitka bilan donni ishlatdik, ko'rdinglar. Endi buni skorini almashtiramiz. Tak. Mana hammamiz qotiriladi. Mana yopilgandan keyin buni endi qotirib olamiz. Mahkam qilib qotirib olish kerak buni yopganda. Qiyin emas, uncha ko'p vaqt ketmaydi. Ko'ryapsizlar, sitka almashtirish ham oson almashadi, sitkalari ham. Endi bismillah deymizda, og'zini ochib oldik, balandroq qilib, salgina pasaytiramiz. Mana shunday bo'lsin. Bu ulitka tomon yopildi, skorlar qo'shildi. Bitta qo'shib, xudo xolasa hozir bitta ishlatib beramiz. Bismillah. Qo'yamiz mana, qaranglar. Mana shu tasi ham bor mana. Shu talari bilan chekamiz. Mana yemishimiz tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Mana to'g'ridan-to'g'ri yamaga tiqsangiz ham bo'ladi, molga bersangiz ham bo'ladi. Mana yaguarimiz o'tkazib mana seliz qilib berdi. Pul poyani ko'ryapsizlar, shu tasma qanday mayin qilib beryapti mana. Bemalol
Molga bersangiz, mana chaynash ham shart emas-da, tishi yo'q, qari mol bo'lsa ham yuboradi buni. Yiqadi ham oshqozoniga. O'zi mana sutasini ham chiroyligina qilib mayin qilib berdi. Mana somonimiz mayinligini ko'ryapsizlar, yumshoq, mayin. Bemalol molga yeydigan qilib. Endi bidamizni o'tkazamiz. Bismillah. Endi bidamiz endi o'tamaydi-da, mana mayinligini qarang. Mana. Qo'ylarga bersanglar, oyoq tagiga tortib olmaydi-da buni. Bemalol yeydi, umuman hech qilmaydi, ayniqsa qo'yga. Qo'y oyog'ining tagiga uzun bo'lsa tortib oladi-da. Buni bemalol qo'yga mana shunaqa mana sepib berib qo'yaverasiz, labi bilan yeyveradi. Otga, qo'yga, sigirlarga farqi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 200 ming bilan xonadoningizgacha kirib boradi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa chorva texnikalari agar qiziqish bo'lsa, obuna tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr.